Yana bir ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Xo'ja Ahmad Yassaviy 63 yoshga, ya'ni payg'ambar yoshiga yetganlarida payg'ambarimizdan ko'p yasholmayman, haddimdan oshgan bo'laman deb hamma uchun o'zlarini o'lik hisoblaganlar va chillaxonalariga tushib ketib din bilan shug'ullanganlar. U yerga hatto yorug'lik ham tushmagan. Sham yoqib din uchun xizmat qilgan ulug' kishilardan bo'lgan. Ahmad Yassaviy tushgan joydan hech kim qaytib tushmagan. Ularning eng yaqin shogirdlari ikkinchi xonadan tushadigan joy qilib, kerakli narsalarni olib tushib turganlar. Ular qachon vafot etganlarini hech kim bilmaydi. Oxirgi yozgan satrlari orasida yer ostida 62 yoshga yetdim degan satrlari bo'lgan. Shu taxminlar bilan yer ustida 63 yil va yer ostida 62 yil umr ko'rib, 125 yoshlarida vafot etganlar. Yaqin shogirdlari olib chiqib maqbaralariga dafn qilganlar. Hozirgacha Turkiston shahrida 63 yoshdan o'tgan insonlardan necha yoshga yetdingiz deb so'rashsa, haddimdan oshdim deb javob berishar ekan. Agar ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib keting.